Iftorlikka katta o'g'lim cheburi yeyman desa, kichigi go'zlama yeyman deydi. Bitta xamirdan 2 xil taom tayyorladim. Siz esa like bosib, yaqinlaringizga retseptni yuborib qo'ying va albatta tayyorlab ko'ring. Iliq suvga tuz, eritilgan sariyog', shakar solib aralashtiramiz va un solib xamir qoramiz. Xamir juda ham mayin, qo'lga yopishmaydigan bo'ladi va yarim soatga tindirishga olib qo'yamiz. Xamir turguncha nachinkalarni tayyorlab qo'yamiz. Ismaloqni mayda qilib to'g'rab olamiz va 4 ta piyozni ham mayda qilib to'g'raymiz. Piyozni avval qizigan yog'da qovuramiz va ustiga yog'siz qiymani solib, qirg'ichdan chiqarilgan yoki mayda qilib to'g'ralgan pomidor, tuz, murch solib aralashtiramiz. Alohida tovada piyozni o'zini qizartirib olamiz, tuz bilan qovuramiz. Qovurilgan piyozni ismaloqqa qo'shamiz va tuz bilan aralashtirib qo'yamiz. Birinchi nachinkamiz tayyor bo'ldi. Tingan xamirlarni zuvalachalarga bo'lib olamiz. Un yordamida yupqa qilib yoyib chiqamiz va tayyor bo'lgan nachinkalarni birin-ketin solib, chetlarini yaxshilab yopishtirib chiqamiz. Ikkinchi nachinkamizga qiyma bilan piyoz solamiz va ozgina qirg'ichdan chiqarilgan sir ham qo'shib yuboring, juda ham mazasi o'zgacha bo'ladi. Chetlarini yaxshilab yopishtirib, vilka bilan chiroyli qilib shakl berib chiqamiz. Chibo'raklarni qizib turgan yog'da, o'rta olovda qizartirib pishirib olamiz. Go'zlamani esa yog'siz tovada ikki tarafini tillarang qilib qovurib olamiz. Qizarib pishgan go'zlamalarni ustiga sariyog' surib chiqamiz. Yanada mayin, yumshoqqina bo'ladi. Bitta xamirdan 2 xil taom 15 daqiqada tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizga yuboring. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling.